أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat سورة نساء 27. ayeti keldik. الله تعالى شندق تيدو. استعيذ بالله. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Yine Allah sizlerinin tövbanlarını kabul kılışını xalaydı. Şehvetlerge erkişilganlar, yeni şeytanın erkişilgan facir insanlar doğru yoldan burup ketişinlerini, şunlara okşaş facir buluşunlarını xalaydı. Vallahu yuridu en yetuba aleykum deb başta bir kıtım Allah Teala senin tövbeni kabul kılışını kabul kıldı degan mazmunda bir gap o'tganda. Hozir yana bir kıtım takrorlashi mushuningga ma keyingi oyatni bog'lab mana bino qilish uchun deydi. Ya'ni Alloh sizlarning tövbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Ma shahvatlarga erishadigan bo'lsa, sizlarning to'g'ri yo'ldan chetnab ketishinglarni istaydi. Ya'ni bu yerdagi shahvatlarga erishadigan kimlar desa, Yahudiylar, Nasaralar, Majusiylar yoki zinoxo'rlar. Mushuna insonlar sizlarning haqdan chetnab ketishinglarni, Alloh sizlarga harom qilgan narsani qilish bilan haqdan chetnab o'ziga o'xshash bo'lishinglarni xohlaydi. Yuridullohu an yukhaffifa ankum. Alloh sizlarga shariat ahkomlarini osonlashtirib berishni iroda qiladi. Va xuliqal insanu da'ifa. İnsan ojiz yaratildi. Shu ojiz yaratilg'achqa ayollar qarta shahvatlar qarta sabr qilolmaydi. Bazida. Xo'sh, keyingi oyatda ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ve la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yani ey iman etgan müminler, sizlar mollaringlarni bir-biringlarning mollarini o'g'irlik qilish, xiyonat qilish, bo'lash, jazolixo'rlik, qimar o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yevolmanglar. İki taraf rozi bo'lishib qilishgan so'zi setiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Ya'ni bir-biringlarning molini botillik bilan yevolmanglar degan, harom bilan yevolmanglar. Shariatda harom qilingan yo'l bilan, o'simga o'xshash, bulon talanqonga o'xshash, mushta yo'llar bilan yevolmanglar. İlla degan, lekin faqatla matuvandikisi buning sirtida. En takuna ticaretun ikki xil o'qildi ekan. Ticaret orqali bo'lgani buning sirtida. Ya'ni mollar ticaret mollari bo'lsa, u joqda bu sizlarning o'zira rozi bo'lishinglar orqali sodir bo'lgan bunday mol bo'lsa, u mayli. Va tibi anfusikum falakum an ta'kuluha. Ya'ni o'zira ko'ngilingizga rozi bo'lib bunda qilishgan, ya'ni oldim, badim deyishib ijob qabul bilan qilishgan so'lsak bo'lsa, u joqda uni sizlar yesanglar bo'ladi. Undan boshqa Alloh harom qilgan ribo, bulon talon qilish, o'g'irlik qilish, qimar o'ynash qatorliq yo'llar bilan bir-biringlarni milli yevolmanglar. Va la taqtulu anfusakum. Sizlar o'zinglarni o'ltirmanglar. Ya'ni o'zinglarni halok qilishga ilib borgan narsani qilish bilan, ya'ni o'zinglarni halokatga tashlamanglar. U sizlarni halokatga ilib borgan narsa dunyo oxiratda nada bo'lsin, dunyolik jihatda va oxirat jihatda qanday bo'lishidan qat'iy nazar sizlarni halokatga ilib borgan narsani qilish bilan o'zinglarni o'ltirmanglar. Buningki qarinisi innalloha kana bikum rahima. Yani Allah Teala sizlarga rahim qiluvchi zotdir. Shaksizki Alloh sizlarga rahim qiluvchi zotdir. Yani fi men'ihi lakum min zalika. Sizlarni ashundoq ishlarni qilishdan cheklaganligi uchun cheklash jihatdan yani rahim qiluvchi zotdir. Yani Alloh Teala sizlarga rahim qiluvchi zot bo'lgandan keyin
Şu dünya ahirette sizlarni halokatga elib borgan narsaning hammasini Alloh taolo sizlarga chekladi. Uni to'sdi demoqchi. Va may yaf'al zalika kimiki mushu cheklangan ishlarni qilib qolsa, udvanan tajovuz qilib, yine halolga tajovuz qilib, bu bir hol deydi. Va zulmen zulm qilib, udvanini ta'kidlab kelyapti. Fasawfa nuslihi nara. Uni patarda biz do'zaxga kirgizamiz. Shu kuydigan e, kuyib ketadigan ashula do'zaxga kirgizamiz. Va kana zalika alallohi yasira. Bu Alloh taologa osondir. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Agar sizlar cheklangan ishlarning cho'ng gunohlarni, sizlar cheklangan cho'ng gunohlarni yiroq bo'lsanglar, sizlarningki xatoliklaringlarni kafarat qilamiz. Yani kimki agar sizlar man'iy qilingan cho'ng gunohlarni saqlansanglar, karimimizga elib kichik gunohlarni yo'q chiqaramiz va sizlarni esil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. Bu cho'ng gunohlar qaysi desa, odam o'ldirish, zino qilish, o'g'irlik qilishga o'xshash. İbn Abbas radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda bu 700 ga yaqinroqdir degan ekan. Demak, mana cho'ng gunohlardan yiroq bo'lsanglar, kafarat qilamiz sizlarning sayyiatlaringlarni. Bu yerga sayyiatlar kichik gunohlarni ko'rsatadi deydi. Aytsa sayyiatlaringlarni taat sizlarningki qilgan taat ibodatlaringlar bilan kafarat qilib o'tamiz. Va nudkhilukum mudkhala. Va sizlarni esil makonga kirgizamiz. Mudkhalan degan mudkhalan madkhalan deb ikki xil o'qiladi ekan. Ya'ni idhalan, nudkhilukum idhalan degan bo'ldi. Mawdi'an yoki kariman degan ya'ni esil makon, ya'ni jannatga kirgizamiz. Xo'sh, ikkinchi oyatda ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Arzu qilmangizlar ey mo'minlar. Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan arzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hasidor bo'ladi, ayollarmi qilgan amallardan hasidor bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Alloh beradi. Alloh haqiqatan hamma narsani berguchidir. Allah sizlarning ba'zilarga ortiq qilgan narsa, endi diniy jihatdan dunyolik jihatdan bo'lsin yoki diniy jihatdan bo'lsin, Allah ba'zilarni işte ortiq qilgan. İşte ortiq qilgan narsalarni sizlar hasad qilish yuzidan orzu qilmanglar. Ya'ni men bu shunday bo'lsam deb hasad qilmagan shaklda orzu qilsa bo'ladi endi. Hadis kelgan bu. Lekin miyadagi cheklanayotgan ish hasad qilishga va o'zira o'chmanlik paydo qilishga ilib boradigan darajada. Ya'ni shunga ilib bormaslik uchun orzu qilmanglar degan bo'ldi ekan. Lir-rijali nasibun mimma iktasabu. Erlar uchun ularning kasb qilgan ishiniki nasibisi bor. Ya'ni qilgan amallarininki savobini ko'radi. Jihad qilgan va undan boshqa qilgan amallarining shu erlarga xos ayollar qilolmaydigan ashta ishlarda qilgan ishlarining savobini ko'radi demoqchi. Varin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Ayollarmi shu qilgan ayollar xarakteriga binoan shu qilgan yaxshi amallarniki savobini ko'radi. Taati u ayollar erlarga itoat qilgan bo'lsa, avratlarni haromni saqlagan bo'lsa, mushu ayollarga nisbatan ayollar xarakteri binoan shu qilsa, shu jannatga ilib borgan amallar ekan. Mushu amallarga qarata savobga erishadi demoqchi. Alloh taolo hamda erlarga, ayollarga hammasiga rahmat qilgan. Rahmat qilish yuzidan munosib ahkomlarni tushirib bergan. Hamda ayollarni şöyle bir hadis var yine. Hadisin mazmunu ayol kishi o'zining 5 vaqt namozini o'qisa, erga itoat qilsa va Alloh buyurgan ishlarni qilib cheklagan ishlardan yansa, u jannatga o'zi xohlagancha kelib ketadi degan mazmunda bir hadis bor. Bu oyat qachon qanday ahvolda nozil bo'lgan desa, lamma qalat Ummu Salama radhiyallohu anha laytana kunna rijalin fajahatna. Ümitki biz bu er kishi bo'lgan bo'lsak, jihad qilgan ekanmiz. Shuning bilan erlar erishgan o'xshab bizni savobga erishish ekanmiz degan chog'da mushoyat nozil bo'lgan edi. Ves'alulloha min fadlih. Allohning fazlini so'ranglar.
Ves'alu degan hamiz bilan hamizsiz o'qildi. Ya'ni ves'alu, vesalu deb ikki xil manda o'qildi ekan. So'ranglar Allohdan, uning Allohning fazlidan. Mahtajtum ilayhi yu'tikum. Nimaga ehtiyoj bo'lsanglar, Alloh sizlarga shuni beradi. Allohdan so'rasanglar. Innalloha kana bikulli shay'in alima. Alloh hamma narsani obdan bilgushidir. Shu Allohning obdan bilganligining jumlasidan mahallul fadli va suvalukum. Faziletning o'rni va sizlarning so'rashinglar. Shuni hammani Alloh taolo bilib turadi demoqchi. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. Her biringlar üçün, erlerden, ayollardan her bir adam üçün kıldık bir mevalilarını. Yani asabe, yani miras kollarını meşegen verildi. Ulağa e, ata-anası ve uruk tuqqanları terk etken, terk edin, yani mirastan, maldan, aşağı terk etken maldan ulağa verildi. Şu şeriat belirlep bergen ölçem boyunca miktarı boyunca verildi. Demekçi. Ama keyingi ayet başka mazmunu. وَالَّذ۪ينَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ. Aqadet, akadet ikki xil o'qildi ekan. Alif bilan va alifsiz deydi. Sizlarning qasam qilishgan aymon degan yaminning ko'pligi. Qasam ma'nosida yoki qo'l ma'nosida. Ya'ni joriy davrda sizlar o'zlari yordam berishga va merosxo'r bo'lishga ahd paymon qilishgan ashta ittifoqdoshlarga qarata beringlar ularga hozir ularning nasiblarini. Atuhum nasibahum. Ularning merosga ulushini beringlar. U olsun oldidan bir doğru. İnnallâhe kâne alâ kulli şeyin şehîdâ. Allah Teala hemen nersine köz tutturgucu doğru. Muttali'an. Ve minhu halukum. Şunun katardan sizlerinin halına. Allah Teala'nın hemen nersine köz tutturganlığının katardan sizlerinin halınların köz tutturduğu demekçi. Ve hâdâ mensuhun bi kavlihi ve ulul erhami ba'duhum evlâ bi ba'dın. Yine hadiste erham ilgileri yakın urug' tuqqanlar ularni ba'zisiga avlodor. Ya'ni miras erishishda degan mushu hadisninki payg'ambar alayhissalom mushu so'zi bilan ma oyatdagi ma hukm amaldan qoldirilgan. Ya'ni jahiliyat davridagi o'zaro ahd paymon qilishgan shu odamlarga qarata nasibasini beringlar degan ma oyat amaldan qoldirilgan demoqchi ekan. Miras ahkomlarini endi shu Qur'on sunnatda aniq bekitgan. الله تعالى هم بينك من فرقنا وتاقصن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك.